Barchaga salom do'stlar. Sizlar men sport channalidagi videoni bosamas burun tarnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi channallar teqqani bizda bo'ladi. WBO Alimxanulu men Mungi кездесуін қатысты rasmiy ma'lumdoma жасады. Meksikalik bokschi Xayma Mungi Janibek Alimxanulu men кездесу o'tkazuvdan bosh tortdi deb yozadi Boxing. Bu turali bukul olimdik boks uyumining WBO kengashchisi Gustavo Oliveira aytdi. Xayma Mungi orta salmoqdagi bizning chempionimiz Janibek Alimxanulu men кездесуден bosh tortdi. Bu turali biz Janibekning komandasina da axborot jiberdik deydi Oliveira. Ayta ketaylik, o'sgan deyin WBO yeki bokschining komandasina da ayqasdi uyumdashtiruga 15 kun vaqt bergan edi. Biroq Alimxanuluning o'rnida Meksikalik Gennadiy Golovkin men кездесуga niyatda ekanini aytdi. Yerdan esa Canelo Messiga қатысты kutmagan ma'lumdoma жасады. Meksikalik bokschi Saul Canelo Alvarez futbolda Argentina quramasining o'yinchisi Lionel Messidan kechirim so'radi deb xabarlaydi. Keyingi birinchi kun yelime degan suyispenchilik meni yeltib ketdi. So'dan ortiq aytib qo'ygan ekanman. Messi men Argentina xalqi oldidan kechirim so'rag'im keldi. Kunda bir jana dunyo bilib jatatimiz. Bu yo'li mening kezegim kelibdi deb yozibdi Canelo Twitter желісінде. Sizlar men sport channallari bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi channallar teqqani bizda bo'ladi.